hali bu usulda pirojka tayyorlab ko'rmaganlar uchun albatta bir marta bo'lsa ham qilib ko'ringlar. Ishoninglar, keyin faqat shu usulda tayyorlaydigan bo'lasizlar. Usti qarsildoq, ichi esa paxtadek yumshoq bo'lib chiqadi. Demak, ishimizni xamir tayyorlab olishdan boshlaymiz. 1 stakan issiq suv va 1 stakan sutni qo'shib, iliqdan issiqroq holatga keltirib olamiz. Tuz, shakar, tuxum va drojani qo'shib bir xil massa hosil qilamiz va un qo'shib yopishqoq holatga kelguncha yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamirimiz ustidan 1 osh qoshiq mayonez va 1 choy qoshiq uksus qo'shib, yana un qo'shamiz va 1 cho'mich yog' qo'lga yopishadigan yumshoq xamir qorib olamiz. Uksus qo'shganimiz sababi xamirimiz qarsildoq va yumshoq bo'lib chiqishini ta'minlab beradi. Xamir qo'linglarga yopishib qolganda un qo'shib yormanglar, ozginadan yog' quyib qorsanglar bo'ladi. Tayyor xamirimizni ustini ozgina yog'lab, ustini strichlab, issiq joyga oshirish uchun olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun kartoshkalarni tuzli suvda qaynatib pishirib olamiz. Pishgan kartoshkalarni pyure qilib, tuz, sariyog' qo'shamiz va tabga ko'ra ukrab qo'shsanglar ham bo'ladi. Oshib chiqqan xamirimizni yong'oqdan kattaroq bo'laklarga bo'lamiz, yoyamiz va ichiga 1 osh qoshiqdan nachinka qo'shib, videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz. Idishimizga yetarlicha yog' quyib, o'rtadan pastroq olovda yaxshilab pishirib olamiz. Pishgan pirojkalarimizni qog'oz salfetka to'shalgan idishimizga suzib olamiz. Pirojka retsept yoqqan bo'lsa, like bosishni va izohlarda o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirishni unutmanglar. Videoni tanishinglarga ham yuborib qo'yinglar va yo'qotib qo'ymasligi uchun o'zingizlarga ham saqlab olinglar. Kanalimga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsanglar, tez ulanib olinglar. Chunki hali eng zo'r retseptlar oldinda. Agar ishtahinglarni ochgan bo'lsam, qo'qonlik kelinim qaytadi deb olmaliqqa kelaverasizlar. Hammaga yoqimli ishtaha.